Bu dunyoda ikki xil qizlar bor. Birinchi turdagi qizlar bu Telegram kanali bor qizlar. Ikkinchi turdagi qizlar esa bu Telegram kanal ochmoqchi bo'lgan qizlar. Uchinchi turdagi qizlar ham bor. Bular hali tug'ilmagan. Xudoga shukr shunisiga ham. 180 ta qiz bola tanishim bo'lsa, 180 ta Telegram kanali borda. Hammasida bir xil narsa. Ertalab zaptire qillam asalchalarim deydi. Obedga borib ham ovqat, kechga borib ham ovqat. Ash kechdan keyin boshlanadi hamma narsa. Soat 8 larga borib, asalchalarim mana bu ko'ylakni olmoqchiman, ertaga nima deysizlar deydi. O'zi bir 58 ta podpissiga borda. Qizlar mana bunaqa kiyim sotilyapti ekan deydi-da. Eng qizig'i meni ham qo'shib qo'yganda o'sha Telegram kanali edi. Men go'xida o'ylab qolaman, shu narsalar o'zi menga kerakmi ham deb o'ylab qolaman-da. O soat 12 ga borgandan keyin Matiz sotiladi, Proverga 3000 yurgan, narxi esa $4,500 deydi. Bilmayman qayerdan oladi bunaqa reklamalarni. Ertalab soat 4 ga yaqin kayf qilib yig'lagim kelyapti-da, yig'lagan kunlarimni sog'indim deydi. Men miyam chiqib ketadigan narsa, qanday qilib mana bu yig'lab turgan holatini videoga olib, uni storyga qo'yadi. Yo post qilib qo'yadi-da. Ikkita ishni bir vaqtda qila olmayman. Yo yig'layman, yo video olaman-da, ikkalasini birga qila olmayman.